Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. New York vaqti gazeti sobiq Xitoy soqchisi Zhang Yaoboning ziyorat xotirasini e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi bostirishni oshkorladi. Sharq Turkistonda 9 yil soqchi bo'lib ishlagan Zhang Yaobo 2025-yili Germaniyaga sayohat o'miki bilan chiqqandan keyin o'makdan ayrilib Germaniyadan panoh etilgan bo'lib, New York vaqti gazeti bir yilga yaqin jarayon ichida uni necha qitimlab ziyorat qilib, bu vaqtda u Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga yordam qilgan o'zining qurbon ekanligini aytadi degan temada cho'ng hajmli bir ziyorat xotirasini e'lon qilgan. Bu ziyorat xotirasida u o'zining Sharq Turkistonda soqchi bo'lib ishlash jarayonlarida ko'rganlarini oshkorlab, mustamlika ostidagi vatanimizni to'mir tomlar bilan qo'rshalgan g'oyat zo'r turma deb tasvirlagan va Xitoyning rayonda yo'l qo'ygan bostirish siyosatlarining Uyg'urlarni qirg'in qilish bilan birga mazkur sistemaning ichidagi kishilarga ta'sir ko'rsatganligini, o'zining Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda Uyg'urlar nishon qilingan bostirishlarga, diniy nashr buyumlarining musodir qilinishiga va minglagan kishilarning qamoqqa elinishiga qatnashganligini eslab o'tib, dastlabda o'zining buni hukumatning terrorizmga qarshi kurash degan so'ziga ishonganligini, ammo keyin Torda erishgan uchurlari va Uyg'urlar bilan birga yashash orqali Xitoy hukumatining asli maqsadi va bu bostirishning faqat Uyg'urlarning kimlik sababidan ekanligini his qilganligini aytgan. New York vaqti gazetida amaliyot uning o'z o'rtoqlashgandimi ko'proq ishlarni bilish mumkinligini o'ttirib qo'yib, uning o'z to'ldirgan jadval va anketlar, ijro qilgan buyruqlari va u boshdan kechirgan xo'rliqlarni aniq tafsilotlari bilan esida saqlaganligini, ammo u yerda yuz bergan eng og'ir xo'rlashlarga ancha diqqat qilmaganligini, uning o'zi ishlagan qamoqxonalarda o'lim, jinsiy zo'ravonlik va qiynash to'g'risida nihoyat oz tafsilotlarni berganligini ta'kidlab, mening azoblarim Uyg'urlarning azobiga barobar yoki ba'zi jihatlardan uningdan cho'ng deganligini yozgan bo'lib, Zhang Yaoboning 9 yil Sharq Turkistonda soqchi bo'lib ishlash jarayonida Xitoyning Uyg'urlarni nazorat qilish, tutib turish va majburiy emgak silish faoliyatining ijrochisi bo'lganligini, bostirishning eng yuqori pallasida 10 minglagan soqchi Xitoyning davlat zulmini Sharq Turkistonda ijro qilganligini, shundaqla Zhangni bu vaqtdagi tafsilotlarni oshkorlagan oz uchraydigan bir ovoz deb ta'kidlab, uning bu yil Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan 6-oyda ochilgan xalqaro Uyg'ur munbirida Germaniya parlament a'zolari va kishilik huquq faoliyatchilar oldida so'zlaganda, Sharq Turkistonni to'mir tom bilan o'ralgan g'oyat zo'r turma, bu tom faqat sonsiz beguna Uyg'urlarni emas, balki u qirg'inchilik jinoyatini ijro qilish buyurilganlarning ro'yini qamab qo'ygan deb ta'sirlaganligini bildirgan. Navbatda xalqaro baholag'uvchilar va mutaxassislar Zhangning guvohligini Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilish, majburiy emgak silish va sistemlik bostirish to'g'risidagi mavjud dalillarni qo'llaydigan va bu sistemaning ichidan chiqqan muhim ishki dalil deb qargan bo'lib, Adrian Sensning aytishicha, uning bayonlari Xitoyning Uyg'urlarni rayimsizlik bilan bostirish to'g'risida uzundan buyon xotirlangan dalillarni isbotlash bilan birga yana bu xotirlarga tafsilotlar va ko'z qarashlarni qo'shidi ekan. 1986-yili Xonanda Namrat bir Xitoy oilasida tug'ilgan Zhang Yaobo 2006-yili oliy maktabda o'qish uchun Sharq Turkistonga ko'chib kelgan va yezi boshlang'ich maktabida matematik o'qituvchisi bo'lib qolgan. 2014-yilning oxirida xizmat almashtirib, Xotandagi bir qamoqxonada ishlagan. Uning aytishicha, 2 yilga yaqin vaqt ichida uning vazifasi nazorat qilish sinlarini kuzatish, yemaklik va dori tarqitish va tutqun qilinganlarning ko'pincha Uyg'urlarning ayblash uchurlarini to'plash qatorliqlarini o'z ichiga olgan. U so'roq uylardan chiqqan noli faryodlarni anglagan va tutqun qilinganlarning urilganligini va uyqusiz qolganligini ko'rgan. U ayni vaqtda Xitoy hukumatining Uyg'urlar to'g'risidagi terrorchi va bo'lginchi degan to'g'risidagi tashviqotlarga ishongan. Tig'im yuqori maosh va tig'im yuqori ijtimoiy o'rin uchun Zhang davlat xizmatchisi imtihoniga qatnashib, 2016-yilning oxirida Xitoy Sharq Turkistonda keng ko'lamda tutqun qilish harakatini boshlaganda rasmiy soqchi qo'shiniga kirgan. U Qur'on va boshqa diniy buyumlarni musodir qilish uchun Uyg'urlarning uylariga kechilik bostirishga qatnashgan. 2017-yili cho'ng tutqunda Zhang avtobus karvonlari bilan yuzlagan, ba'zida minglagan Uyg'ur tutqunlarni turmalarga to'shishga qatnashgan. 2018-yilning oxirida u soqchixonaga taqsim qilinganda umidsizlanishga boshlagan. Uning aytishicha, u Uyg'ur tutqunlarini tekshirib, qayerga avatilishni bekitishga mas'ul bo'lgan va Xitoy dehqonlarining paxtasini terishga avatilgan 3000 ga yaqin Uyg'urni nazorat qilishga tayinlangan bo'lib,
bu Uyg'urlarning atgan soat 5da paxta etizligiga berib, kech kirguncha ishga silinganligini va Uyg'ur majburiy emkiga qartilgan xalqarалық tanqidlarni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotlaridan bilganligini va boshda hukumatning bu ayblashlarni yolg'on va Xitoyni qoralash maqsadida aytilgan deganlarga ishonganligini bildirib, men bu vaqtda ko'p o'ylamadim. Men buning rost yoki yolg'onligini o'ylab boqmadim. Ammo korona mezgilida hukumatning siyosatiga qarta fikrim o'zgarishga boshladi degan. U 2021 yil avgustda taxminan 1700 Uyg'ur yashaydigan Yo'rinqash kentiga taqsim qilingan. Kentdagi cho'nglarning taxminan 40% jazo lagerlarida 100 dan ortiq odam yanada turmada jazo muddatini o'tayotgan bo'lib, ba'zi oilalarda faqat bolalar va bo'g'momlarla qolgan. Canın vazifasi ishki Uyg'ur yordamchisining yordamida uyda namoz o'qiyotgan yoki haftalik davlat bayrog'i chiqarish marosimida qatnasha olmagan, hatto yugurish yoki chiniqish qilayotgan kishilarning ahvolini tekshirish bo'lib, u kent aholilari bilan yaqindan hamkorlashish jarayonida uning Uyg'urlar haqidagi qarashlari o'zgarishga boshlagan. Uning axborotlarga aytishicha, u o'z ishlagan o'rinlarning qayta tarbiyalash markazlari va kasbiy tarbiyalash markazlari deb atalganligiga ishonmaydiganligini, u bu so'zni faqat 2 dunyo urushi haqidagi filmlarda uchratganligini, o'zining bu vaqtda ideya to'qinish ichida qilib, kechis uxlay olmaganligini ta'kidlagan. Jang 2024 yilining boshlarida rasmiy istiqbo bergandan keyin 14 yoshli o'g'li bilan Yevropa sayohatiga qatnashgan va Neuschwanstein qasrida o'g'li bilan o'makdan ayrilib qochib ketgan. U Myunxenga berib, Dunyo Uyg'ur qurultayini izlagan bo'lib, uning deyishicha, Dunyo Uyg'ur qurultayining ismini xizmatdagi vaqtda ko'p qatim anglaganligini, Xitoy hukumati tashviqotida qurultayni xalqarodagi Uyg'urlarga munosabatlik diplomatiya sohasida kuchli bo'lgunchi va terrorlik tashkiloti deb tilga olganligini, ishki yig'inlarda anglagan Uyg'urlarga munosabatlik tashkilot ismi ekanligini, shu sababdan qurultayni izlaganligini aytgan. New York vaqti gezdi Dunyo Uyg'ur qurultayi Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbonni ziyorat qilgan bo'lib, u dastlabda uning gumon bilan qarg'anligini o'rtoqlashib, mundaq deydi: u Uyg'urlarga qilingan zo'r adolatsizlikning doirasini va ta'sirini haqiqatan ko'rolmagan. Ammo uning yanada bu jasoratni ko'rsatib, bu guvohliklarni berishi taqdirlashga arziydi deganlarini ta'kidlab, o'zining New York vaqti gazetidagi bu maqola va jang haqidagi ko'z qarashlarini biz bilan o'rtoqlashdi. Sobiq Xitoy saqchi Janyab efendimning haqiqatga qaytib, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga elib borayotgan qonliq siyosatidagi abdi bashirisini e'lon qilganligi haqiqatan maqtashga arziydigan, taqdirlashga arziydigan ish. New York vaqt gazeti bilan bo'lgan intervyuda aytilgan ba'zi so'zlar borlar to'g'ri bo'lmagan. Albatta Xitoy hokimiyatining zolim sistemasi ostida Xitoy qonun ijro qiluvchilarining ichidami zulmga uchragan insonlarning bo'lishi tabiiy, ammo ularning tatgan azob oqibatlari bilan jazo lageridagi Uyg'ur xalqining tatvaqa azob oqibatlari qat'iy o'xshamaydi. Albatta bu qonun ijrochilar bir hafta yoki bir oyda uyga qaytarmas mumkin, ammo ular ikkinchi haftasi yoki ikkinchi oyi uyga qayta oladi, urug' tuqqanlar bilan jam bo'la oladi, farzandi bilan jam bo'la oladi, yaxshi yeydi, yaxshi ishlaydi, ta'minatlari bor. Bularningki jazo lageridagi Uyg'urlarga o'xshash ayati holim nim bo'la, o'g'illikka itib o'tami, qachon mening oilamdagilar vayron bo'la degandagidek mundaq andish va tashvish ichida bo'lmaydi. Shuning uchun bunda bir sulishtirish to'lama xato bo'lgan. Men bu ziyoratda o'zimniki bu nuqta bo'lgan ko'z qarashimni aniq o'tirib qo'ydim. Angliyaning yangi tashqi ishlar vaziri Miliband Xitoyni qirg'inchilik bilan ayblash besimiga duch kelmoqda. Telegraf gazetining bildirishicha, Emgakchilar partiyasi Uyg'urlarga qilingan zulmga qarshi turish uchun hal qilg'uch strategiyani o'tirib qo'ya olmaganligi sababidan Angliyaning yangi tashqi ishlar vaziri Ed Miliband Xitoyni Uyg'ur xalqiga yurgizgan qirg'inchilik jinoyati bilan ayblash, Uyg'ur majburiy emgak bilan munosabatlik importlarni cheklash va xalqaroda vahshiylik mas'ul kishilarga qarshi moslashtirilgan jazo ustida ishlash chaqiriqlarining besimiga duch kelgan. Bu talablarni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish tashkilotining ijroiya direktori Mirayma Mahmud o'tirib qo'ygan bo'lib, u xitida Emgakchilar partiyasini vazifa o'tayotgan mezgilida Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasiga qarshi turish uchun hal qilg'uch strategiyani o'tirib qo'ya olmadi deb yozib, vatan ichidagi Uyg'urlar uchun odatdagi ishlar, ya'ni duo qilish, bolalarga milliy meroslarni o'rgatish yoki chet ellik tuqqanlar bilan aloqa qilishlar, ularni so'roqqa tortilish, qamoq jazosiga hukm qilinishi yoki g'oyib qilinish qatorliq oqibatlarga uchratishi mumkin. Chet ellik Uyg'urlar uchun bu bostirish chegara halqidi. Bugun Londonda aytilgan so'zlar sababidan vatandagi oilalar tahdidga uchraydi. Muhojiratdagi oila a'zolari bo'lsa, ko'zi tildi, qo'rqitildi, ovozi bostirildi va besim qilinadi deganlarni ta'kidlab, o'zining bu azobni shaxsan biladiganligini,
2017 yıldan buyan bütün ailesi bilen alaqısı üzülgenlikini, hatta çoğun sınısının qaza qılğanlıqını, inisining qamoqda yatqanligini necha yildan keyin bilganligini, o'tir maktab o'qituvchisi Navrakisning 5 yil lager va turmalarda yatqanligini va Angliyadagi Uyg'urlarning 2 yil ilgari saylangan Emgakchilar partiyasi hukumatiga zo'r umid bog'laganligini, ammo Angliyaning Uyg'ur majburiy emgikiga qarshi turish yoki bulg'angan tovarlarning Angliya bozorlariga kirishining oldini olish uchun qat'iy strategiya chiqarmaganligini o'tirib qo'yib, tarix Angliyani ministrlarning parda orqasida kishilik huquq masalasini qancha qatim o'tirib qo'yganligiga qarab baholamaydi. Bu andishlarning siyosat va qilmishlarni o'zgartmaganligiga baho berdiganligini ta'kidlab, Tashqi ishlar ministrini Uyg'ur majburiy emgiki bilan munosabatli tovarlarni cheklash va qirg'inchilikni jakarlashdan boshqa shirkatlardan ta'minlash zanjirini xarid qilib oshkorlashini talab qilishga chaqirgan. Yaponiyaning g'arbiy janubida yer tevrash ofati yuz bergan. Yaponiyaning g'arbiy janubidagi Kumamoto va Kagoshima o'lkalarida 7.1 ball yer tevrash yuz bergan. Kuchli yer tevrash ofatida kam deganda 18 odam qazo qilgan bo'lib, nurg'un bino va uylar o'rilib tushgan yoki og'ir darajada buzilgan. Kagoshimadagi bir cho'ng savdo saroyida yer tevrash sababidan kuchli portlash kelib chiqib, xarobelikda ko'p sonli odam yo'qolib ketgan va yaralangan. Navbatda qutqizish xizmatlari boshlangan bo'lib, hozir qutqizish otryadlari vayron bo'lgan rayonlarda hayot qolganlarni izlash xizmatini davomlashtirmoqda ekan. Yer tevrash ofatiga uchragan rayonlardagi nurg'un kishilar uylarini tashlab, bexatar joylarga ko'chishga majbur bo'lgan. Hukumat ofatga uchraganlarni jiddiy yordam berish tadbirlarini qo'llangan. Yer tevrash rayonning iqtisodiy faoliyatlariga zo'r ta'sir ko'rsatgan bo'lib, nurg'un zavod va savdo markazlari vaqtliq taqalgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.